Ayo, eshitdingizmi? Stop talking. Sen ham eshitdingmi 26-da klassikaligini, ha? Ha, kutyapsizlarmi qo'yishlayni, ha? Nima? Gap qo'yishingni? Ha, kutyapman. Endi sizlar hadlayni oshlang, har doim kulib keldinglar. Siz, akam, dadam oilaviy barchasizlar. Lekin men bitta realman. Mana Instagramga polni gapiryapman. Sizlarga polni gapiraman. Agar Real Madrid yutqizib qo'ysa, men shu mana sochimni boru, kalga ovoraman onasi demsin. Men sochim kal bo'ladi. Agar durang o'ynasa hisob emas. Lekin barchasiz yutqizib qo'ysa nima qilib berasiz, ha? Gapingga javob berasanmi, kalga oldirasanmi, rostmi? Realingga ishonaveryapsanmi, cho'ta? Aya, men gapimga javob beraman. Mana butun O'zbekiston Instagram ham ko'ryapti, sizlar ham ko'ryapsizlar. Mana shu 17 santimetrli sochim hammasi ketadi. Lekin durang o'ynasa hisob emas. Lekin Real yutsa, nima qilib berasiz? Menga shuni tushuntiringchi. Bo'pti, bosh oyoq sarpasanga, barsamga ishonaman. Real Madrid bitta sarpoga to'g'ri kelmaydi. Bu o'rvenimizga to'g'ri kelmaydi. O'shuning uchun meni bitta gapim bor, bitta shartim, qarang. Agar Real Madrid yutib qo'ysa, sarponi ustiga men sevgan, men o'zim tanlagan qizni olib berasiz. Qale. Rahmali, mayli, men shartingga roziman, lekin men barsamga ishonaman.